E'tiborsizlik hayotga xavf, erta tashxis esa najot. So'nggi paytda ayollarimiz bachadon olish operatsiyasi bo'yicha juda ham ko'p murojaat qilishmoqda. Erkaklar va ayollar surunkali yallig'lanish kasalliklari juda ko'p holatlarda onkologik kasalliklarni chaqiradi, ya'ni bachadon bo'yni rakini. Hurmatli opa-singillarimiz, bu kasallikni biz siz bilan nafaqat davolash, balkim profilaktika qilishimiz mumkin. Lekin ushbu kasalliklar ayollarimizda bir kun, bir oy yoki bir yilda birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Ayollarimizda saratonni yengishni kaliti erta muddatda profilaktik ko'rikda tashxis qo'yish. Aynan siz uchun NS Medical ayollar klinikasi oktyabr oyini ayollar salomatligini saqlash hamda onkologik kasalliklarni profilaktika qilish oyi deb e'lon qiladi. 1-oktyabrdan 1-noyabrga qadar ayollar klinikasida malakali ginekolog konsultatsiyasi mutlaq bepul va siz uchun ayollarimiz, opa-singillarimiz ginekologik tekshiruvlarga ham 30% chegirmani e'lon qilamiz.